Voy. Eng qizig'i bilsangiz, o'tgan safar sizni mazangiz bo'lmay turib quturib ketgandingiz. Asabim o'ynamagan. Har doim shunaqa qilishadi bor, har doim. Bu safar unaqa bo'lmaydigan umiddaman. Bu video qachon chiqadi? Chiqadi, vallahi. Sabr qilib turinglar. Yaqinda. Yaqinlarda chiqadi. Nechta? Shu tanasizlar, masalan, pastdan qidirib o'tiribman. Ko'ydi. Nima bo'ldi? Ketdimi efir ochdimi? Yo'q, bor, chatda o'qiyotdi. Nima bo'ldi? Qachon chiqadi deyishdi. Aytdik, endi Qachon chiqishni aytdingizmi? yo'q, yaqinda chiqadi. Men qayerdan bilaman qachon chiqishini? Stop! Janjal Yaqinroq kelishdi. Eshitasan? nima bo'ldi? Ish topinglar deyapti. Kitobni berdi. Ha, kitob. Ish topinglar deb eshitdim. Bitta xonaga yashirinishimiz kerak bizlar. Shashma. Kitob bu Gel. Bo'ldi, chiqdik. Chiqdik, bu kitob qo'ydik. Bo'ldi, eshik olib qo'yib kirmaydi. Birinchidan chiqolmaydi. Sıradan çıktı o şey. Kitobni qarab beraman, kel. Qani u? Siz ko'rmayapti. Qas. Bile ko'rma. Ko'rma bile. Hey! Oy, bulut! Hey! Kime? Oy, bulut! Men umrim davomidagi eng qo'rqqan videomdan bittasi bu. Darkent ichida eng zo'ri mana shu. Xudo xolsa endi bu yog'ini Maqsudjon o'zi montaj qilib tezroq chiqarsa, bu yog'ini ko'rasizlar. Shuning uchun do'stlar, hozirroq Maqsud tezroq montaj qilib chatga ham yozib tashlasin, chunki shunda tezroq video chiqadi. Va Telegram kanaliga obuna bo'ling, chunki video aynan qachon chiqsin, birinchi Telegram kanalda e'lon qilib, undan keyin YouTubega qo'yamiz va qolgan joyda aytamiz. Shunaqa do'stlar. Давайте, endi bo'lmasam biz ham efir yig'ishtirib, so'ngga kirishamiz. Gamteka, iltimos. Sen mantar. Bo'ldi, keyin olqaysiz, qol. Bo'ldi, qarshi videoni ko'ring, bo'ldi. Efir tugadi, hammaga rahmat, chasini yaxshi ko'raman. Yangi video, Darkent. Ne chiqsam? 4-chi chiqsam, tez kunda. Payal. Qayta stop, qayta. Efir o'chirib.